U meni o'pardi xuddi avvalgidek. Xuddi biz hali ham bir-birimizni telbalarcha sevadigandek. Lekin bu safar uning o'pichida zahar bor edi. Uning quchog'ida himoya emas, qafas bor edi. Men yo'q deb baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim bo'g'zimga tiqildi. Chunki eshik qulflangan, derazalar panjarali, qarshimda esa men sevgan Ravshan emas, balki meni barbod qilishga tayyor yirtqich turardi. Bu mening hikoyam. Bu mening jahannamdagi bir kecham. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Bu hikoya haqiqiy voqealarga asoslangan. Agar siz ham hayotning kutilmagan burilishlari, taqiqlangan ehtiroslar va og'riqli haqiqatlarga qiziqsangiz, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda faqat chin dildan aytilgan iqrorlar yangraydi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mening ismim Hilola. 1994 yilda tug'ilganman. Hayotim xuddi kinolardagidek boshlangandi. Ravshan. U mening ilk muhabbatim, dunyodagi eng yaqin insonim edi. 5 yil. Ozmuncha vaqt emas, to'g'rimi? Bu 5 yil ichida biz bir-birimizning nafasimizga aylangandik. Kollejda o'qib yurgan kezlarimiz. U men uchun tog' edi. Nima desam, muhayyo qilardi. Uning ko'zlarida men faqat o'zimni ko'rardim. U meni erkalardi, soatlar davomida qo'llarimni ushlab o'tirardi. Uning lablari mening lablarimga tekkanda butun dunyo to'xtab qolardi. Bu shunday beg'ubor, shunday kuchli sevgi ediki, men boshqa hech narsani o'ylamasdim. Bizning kelajagimiz birga bo'lishiga ishonchim komil edi. Sovchilar keldi. Men baxtdan 7-osmonda edim. Lekin hayotning o'z rejalari bor ekan. Ota-onam rozi bo'lishmadi. Sababi oddiy va achchiq edi, boylik. Ravshanning oilasi juda badavlat edi. Ularning talablari, orzulari bizning oddiygina turmushimizga to'g'ri kelmasdi. Dadam bizni erta tashlab ketgan, onam esa bozorda pirog sotib bizni boqardi. Biz teng emasmiz degan hukm o'qildi. Men sindim. Bir hafta tinmay yig'ladim. Ko'z yoshlarim daryo bo'ldi. Lekin taqdir bizni ayirib bo'lgandi. Ko'p o'tmay Ravshan boshqa qizga, o'ziga to'q oilaning qizi Nozimaga uylandi. Men uni baxtli deb eshitdim va o'zimni ovutdim. Bo'ldi, hammasi tugadi. Endi o'z hayotimni quraman dedim. Lekin yuragimning bir chekkasida hali ham uning ismi yozilgan edi. Vaqt o'tdi. Men tekstil fabrikasiga ishga kirdim. Hayotim bir maromda ketayotgandek edi. Lekin taqdirning hazilini qarangki, bu fabrika Ravshanning tog'asiga tegishli ekan. Biz uchrashib qoldik. Kutilmaganda, tasodifan. O'sha lahzada yuragim to'xtab qoldi. U o'zgargan edi, yanada kelishgan, yanada jiddiy. Lekin ko'zlari, o'sha ko'zlar menga hali ham avvalgidek qarardi. Men tan olaman, men uni hali ham sevardim. Uylangan bo'lsa ham, boshqasining eri bo'lsa ham, mening qalbimda uning o'rni bor edi. U meni ish tugagandan so'ng kassaga chaqirdi. Gaplashib olishimiz kerak dedi. Men sodda, hech narsadan xabarsiz xo'p dedim. Soat 18, oh-ohda ish tugadi. Hamma ketdi. Men kassaga bordim. U buxgalteriya xonasida o'tirardi. Biz biroz gaplashdik. O'tmishni esladik, kulishdik. Men o'zimni xuddi eski paytlardagidek his qildim. Lekin birdan u o'zgardi. U menga yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimga urildi. Men uning ko'zlarida avvalgi mehrni emas, balki boshqacha bir olovni ko'rdim. Bu ehtiros edi, lekin aralash bir qorong'u istak ham bor edi. U meni o'pmoqchi bo'ldi. Men orqaga tisarildim. Ravshan aka, nima qilyapsiz? Siz uylangansiz, bu noto'g'ri dedim titrab. U quloq solmadi. Meni quchoqlamoqchi bo'ldi. Men qarshilik qildim, itardim. Ketishim kerak dedim va eshik tomon yurdim. Tutqich
Qilich buradim, lekin eshik ochilmadi. Qulf edi. Tashqaridan qulflangan edi. O'sha lahzada men tushundim. Bu uchrashuv tasodif emasdi. Bu reja edi. Bu qopqon edi. Men qafasda edim. Yolg'iz, himoyasiz. Qarshimda esa men bir paytlar jonimdan ortiq sevgan, hozir esa meni o'ljadek ko'rayotgan inson turardi. Men yalinishga tushdim. Ravshan aka, iltimos, oching eshikni. Meni qo'yib yuboring. Biz bunday qilmasligimiz kerak, deb yig'ladim. U mening gaplarimni eshitmasdi. U mening qo'rquvimdan lazzatlanayotgandek edi. Foydasi yo'q, Hilola. Bugun sen menikisan, dedi u va meni mahkam bag'riga bosdi. Men baqirdim, dod soldim. Lekin fabrika bo'sh edi. Hech kim ovozimni eshitmasdi. Mening qarshiligim uni yanada qizdirardi. U meni o'pa boshladi. Qo'pol, vahshiyona o'pichlar. Men uni tishladim, tirnadim. Lekin u kuchliroq edi. Keyin kiyimlarimni yirta boshladi. Kiyimlarimning yirtilgan ovozi mening nomusimning yirtilayotgan ovozdek qulog'imda jarangladi. Va shu payt eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Mening tanam, mening xoin tanam unga javob bera boshladi. 5 yillik sog'inch, bostirilgan his-tuyg'ular va o'sha paytdagi adrenalin, bularning bari aralashib ketdi. Men o'zimdan nafratlanardim, lekin ayni paytda bu vahshiy ehtirosga taslim bo'layotgandim. U meni, men buni aytishim kerak. U meni zo'rladi. Lekin bu jarayonning o'rtasida men qarshilik qilishni to'xtatdim. Tanamdagi og'riq lazzat bilan aralashib ketdi. Bu shunday g'alati, shunday sharmandali va shunday kuchli tuyg'u ediki, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men ingray boshladim. Men ham buni xohlayotgandim. Bu kecha men uchun jahannamning o'zi bo'ldi. U mendan borini oldi. Men bokira edim. U buni bilgach yanada vaqtiylashdi. Og'riqdan dodlab yubordim. Qon mening bokiraligimning qoni oqdi. Men yig'lardim, to'xtang, og'riyapti deb yolvorardim. Lekin u to'xtamadi. U rahm qilmadi. U meni bir buyumdek, o'z mulkidek ishlatdi. Mening ko'z yoshlarim uning uchun hech narsa emasdi. Keyin u meni xo'rlashda davom etdi. Turli xil yo'llar bilan. Men bu haqda batafsil gapirishga tilim bormaydi. Faqat shuni aytamanki, u mening insoniy g'ururimni, ayollik sha'nimni oyoq osti qildi. Men o'zimdan jirkanib ketdim. Men qusdim, yig'ladim, lekin u baribir o'z bilganidan qolmadi. Eng dahshatlisi oxirida bo'ldi. U o'z ishini bitirgach, xuddi bir iflos lattani uloqtirgandek meni bir chetga itarib yubordi. U kiyindi. Menga bir og'iz ham gapirmadi. Na uzr, na afsus. Faqat ketar chog'ida yuzimga tarsaki tushirdi va endi ketaver, dedi sovuqqonlik bilan. Eshikni ochdi va chiqib ketdi. Men o'sha yerda, polda, yirtiq kiyimlarda, qon va ko'z yoshlar ichida qoldim. Ertalabgacha yig'ladim. O'zimni o'ldirgim keldi. Bu sharmandalik bilan qanday yashayman? Ertasiga uyga bordim. Onamning ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rib battar ezildim. Biz militsiyaga bordik. Ariza yozdik. Sud bo'ldi. Ravshanga hukm o'qildi. Zo'rlash va odam o'g'irlash uchun jami 6 yil qamoq jazosi. Men adolat qaror topdi deb o'yladim. Bir oz bo'lsa ham yengil tortdim. Lekin bu dunyo adolatsiz ekan. Boylik va tanish-bilish hamma narsani hal qilar ekan. Ravshan qamoqda 1 oy ham o'tirmadi. Otasi, o'sha boy va nufuzli otasi, uni pullari bilan sotib oldi. U ozodlikka chiqdi. Men esa barbud bo'lgan hayotim bilan qoldim. Singan taqdirim, oyoq osti qilingan nomusim va o'sha mash'um kechaning dahshatli xotiralari bilan yolg'iz qoldim. Ravshan o'z hayotini yashayapti, boylik va farovonlikda.
Men esa har tunda o'sha kabusni qayta ko'raman. Bu mening hikoyam edi. Eshitganingiz uchun rahmat. Balki mening bu iqrorim kimgadir saboq bo'lar. Boylikka uchmang, soxta sevgiga aldanmang. Va eng muhimi, hech qachon birovning qo'lida o'yinchoq bo'lmang. Sizda ham shunday bo'lganmi? Taqiq va xohish orasidagi o'sha ingichka chiziq. Qachonki aqlingiz to'xta desa-yu, butun vujudingiz bor deb faryod qilsa. O'sha kuni ertalab ko'zimni ochganimda, quyosh nurlari emas, balki mening taqdirimni o'zgartiruvchi olov yonimda uxlayotganini ko'rdim. Zarina. U shunchaki ism emas, u mening eng shirin azobim, mening birinchi haqiqiy ehtirosim edi. O'sha kungi tun bizning sirlarimizni o'z qa'riga yashirdi va men endi avvalgi bola emasdim. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi hikoyamiz yurakning eng tubidagi yashirin hislar, kutilmagan ehtiros va bir kechalik unutilmas visol haqida. Bu voqea har biringizning qalbingizda qandaydir xotirani uyg'otishi mumkin. Agar samimiy va hayotiy hikoyalar sizga yoqsa, like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. O'sha tong. U boshqacha edi. Derazadan tushayotgan quyosh nurlari pushti pardani teshib o'tib, xonaga o'zgacha sehrli tus berardi. Ko'zimni ochdim, lekin qimirlashga qo'rqdim. Yonimda qo'l uzatsam yetadigan masofada Zarina opam uxlab yotardi. Uning uykudagi chehrasi shu qadar beg'ubor, shu qadar tinch ediki, nafas olishni ham unutdim. Bir tutam timqora sochlari yuziga tushib turar, quyosh nurlari esa uning silliq, oppoq yelkalarida o'ynardi. Bu manzara mening ichimda uxlab yotgan vulqonni uyg'otdi. Yoshlikning jo'shqin qoni tomirlarimda qaynab, yuragim dukillab urayotganini qulog'im bilan eshitardim. Bu shunchaki shahvat emasdi, bu go'zallikka bo'lgan cheksiz tashnalik edi. Qo'llarim o'z-o'zidan unga tomon cho'zildi. Uning yuziga tushgan sochini sekin, uni uyg'otib yuborishdan cho'chib, qulog'i ortiga o'tkazdim. Barmoqlarim uning ipakdek terisiga tekkanda, vujudimdan tok o'tgandek bo'ldi. Uning lablari gilosdek qizil, biroz shishgan va shirin uyquda edi. Men o'zimni tutib turolmadim. Sekin, juda ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdim. Uning pastki labini ohista tishlab tilim bilan erkaladim. Mening bu harakatimdan u uyg'onmadi, aksincha, u ham uyqusirab javob qaytargandek bo'ldi. Bizning lablarimiz tong sukunatida so'zsiz suhbatlashardi. Ehtiros uchqunlari endi olovga aylanayotgan edi. Lekin afsus, sehrli lahzani telefonning baland ovozi buzib yubordi. Zarina cho'chib uyg'ondi. U o'rnidan turib shosha-pisha kiyina boshladi. Men esa joyimda qotib, uning har bir harakatini kuzatardim. U oppoq ich kiyimlarini, keyin esa o'sha nafis ko'ylagini kiyayotganda, men go'zallikning guvohi bo'lib yotardim. U oynaga bir qarab oldida mening yonimga kelib o'tirdi. Men yana umid bilan lablarimni cho'zdim, lekin u bu safar nafis barmog'i bilan labimni to'sdi. Asalim, ishga kech qolaman. Keyinroq, dedi u ko'zlarimga ma'noli qarab. Uning bu qarashida va'da bor edi. U yuzimdan shoshib o'pdi-yu xonadan chiqib ketdi. Xona bo'shab qoldi, lekin uning ifori, uning shirin hidi hali ham havoda muallaq turardi. U ketdi-yu meni o'zi bilan olib ketgandek bo'ldi. O'rnimdan turib vannaga kirdim. U yerda ham uning hidi hukmron edi. U ishlatgan shampunni qo'limga oldim. Qopqog'ini ochib chuqur hidladim.
Bu hid meni yana o'sha tonggi lahzalarga qaytardi. Issiq suvni yoqib, butun badanimni o'sha shampun bilan yuvdim. Go'yo shu orqali u bilan birga bo'lgandek, uning quchog'ida turgandek his qilardim o'zimni. Nonushta qildim, o'qishga ketdim, lekin xayolim, fikrim, yodim faqat bir joyda edi. Zarina. Qulog'imda musiqa, atrofimda do'stlarim, darslar, futbol haqidagi bahslar hammasi menga shunday begona, shunday ahamiyatsiz tuyulardiki. Bolalar Real va Barsa haqida tortishardi, men esa ichimda soatlarni sanardim. Qachon kech bo'ladi? Qachon men yana o'sha sehrli nigohlarni ko'raman? O'qish tugadi. Uyga shoshildim. Yo'ldan uning eng yaxshi ko'rgan plitka shokoladdan oldim. Uyga kelib telefonga qaradim. Dadamdan sims kelgan ekan. O'g'lim, biz onang bilan buvingnikiga ketdik, kech kelamiz. Ehtiyot bo'linglar. Bu xabar. Bu taqdirning menga bergan eng katta sovg'asi edi. Uy bo'sh. Faqat men va u kecha bizniki bo'ladi. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqayozdi. Tezda dush qabul qildim, eng yaxshi kiyimlarimni kiydim, uyni tartibga keltirdim. Hammasi mukammal bo'lishi kerak edi. Kutdim. Vaqt toshbaqa kabi sekin o'tardi. Unga qo'ng'iroq qildim. Asalim, uzr, ishim ko'payib ketdi, biroz kechroq boraman, dedi u telefonda. Ovozi charchagan, lekin mehribon edi. Kuta-kuta ko'zim ilinibdi. Tushimda ham uni ko'rdim. Eshik qulfining ochilgan ovozidan sapchib uyg'ondim. Keldi. Yugurib chiqdim. U dahlizda turardi. Meni ko'rib charchoq aralash jilmaydi. Yaxshi o'tiribsanmi, dedi va vannaga kirib ketdi. Vannadan suv ovozi kelardi. Men esa eshik ortida xuddi sodiq soqchi kabi nafasimni ichimga yutib kutardim. Har bir daqiqa asrga tatigulik edi. Va nihoyat eshik ochildi. Zarina chiqib keldi. O'sha lahzada men tilimdan qoldim. Uning egnida tizzasidan biroz yuqorida turuvchi qip-qizil ipak ko'ylak bor edi. Bu rang unga shunday yarashgandiki, u xuddi yonib turgan olovga o'xshardi. Nam sochlari yelkasiga yoyilgan, yuzidan taralayotgan issiq hovur meni mast qilardi. U engashib tuflisini to'g'rilayotganda, ko'ylakning etagi biroz ko'tarildi. Oppoq sonlari, nafis oyoqlari. Tomog'im qurib qoldi. O'zimni tutib turolmadim. Eshikni qulfladimda, yugurib borib uni ortidan mahkam quchoqladim. Sizni sog'indim, deb pichirladim bo'yniga yuzimni bosib. Uning badani qaynoq edi. Men uni dast ko'tarib xonaga olib kirdim. Uni divanga yotqizganimda, u menga qarab jilmayib turardi. Ko'zlarida qo'rquv yo'q, faqat sho'xlik va mayinlik bor edi. Men uning lablariga yopishdim. Bu safar tongidagi sekin emas, balki chanqoq, ehtirosli bo'lsa edi. U ham sochlarimni silab menga javob qaytardi. Lekin men shoshqaloqlik qildim. Qo'llarim uning nozik tanasi bo'ylab sayr qilib, nazoratni yo'qota boshlaganimda, u kutilmaganda meni to'xtatdi. Bir harakat bilan meni o'zidan itarib, divandan tushirib yubordi. Men polda hayron bo'lib unga qarab qoldim. Nega? Zarina o'rnidan turdi, sochlarini orqaga tashladi. Uning nigohida o'ynoqi g'azab bor edi. Nima bu, dedi u soxta jiddiylik bilan. Shoshqaloqlik qilma, yigitcha. Men o'rnimdan turib unga yaqinlashdim. Men shunchaki. U kulib yubordi. Meni devorga qisdi. Uning bu harakati meni butunlay o'ziga rom etdi. U endi oddiy qiz emas, haqiqiy malika, vaziyatning egasi edi. U menga yaqinlashdi. Burnini burnimga tekkizdi. Ko'zlarimga tikilib, shoshilma, dedi u pichirlab. Ehtiros, bu san'at. O'zingni emas, meni ham o'yla, asalim. Bu so'zlar mening aqlimni oldi. U sekin lablarimdan o'pdi. Avval yuqori labimdan, keyin pastkisdan. Uning tili lablarimda o'ynardi.
Men erib ketayotgan shamdek edim. Mana bunaqa bo'ladi, dedi u va orqasini o'girib ko'ylagining zanjirini ochishimni kutdi. Qo'llarim qaltirab uning ko'ylagini yechdim. Ko'ylak silliqqina pastga tushdi. Qarshimda u oppoq ich kiyimda turardi. U go'zallik ma'budasi edi. Biz bir-birimizga termulib qoldik. U meni divanga tortdi. Endi hech qanday to'siq, hech qanday shoshqaloqlik yo'q edi. Faqat bizning hislarimiz. Biz bir-birimizni kashf qildik. Har bir teginish, har bir o'pich minglab so'zlardan ustun edi. Uning mayin ingrashlari, mening ismimni pichirlashi bu dunyodagi eng yoqimli musiqa edi. Biz tun bo'yi birga bo'ldik. Tashqarida oy bizga guvoh bo'ldi. Men o'sha kecha tushundimki, haqiqiy yaqinlik bu shunchaki jismoniy harakat emas, bu ikki qalbning, ikki vujudning bir butunga aylanishi ekan. O'sha kechagi ehtiros, mehr va muhabbat mening xotiramda bir umrga muhrlanib qoldi. Tong otganda biz yana bir-birimizning quchog'imizda edik. Quyosh nurlari xonaga yugurib kirganda men Zarinaning yuziga qaradim. U baxtli edi. Men ham. Bu tun bizning sirimiz bo'lib qoldi. Hech kim bilmaydigan, faqat ikkimizga tegishli shirin xotira. Azizlar, muhabbat va ehtiros bu inson hayotining eng go'zal bezagi. Ba'zan biz kutmagan insonlar, kutilmagan lahzalar bizga haqiqiy baxtni his qildiradi. O'z hislaringizdan qo'rqmang, ularni qadrlang. Agar hikoyam sizga manzur bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, hali oldinda bundanda qiziqarli va hayajonli voqealar sizni kutmoqda. Xayr, salomat bo'ling. Ba'zan hayot sizni shunday kutilmagan yo'llarga boshlaydiki, o'zingiz ham hayron qolasiz. Bir oddiy bahor kuni bog'dagi tasodifiy uchrashuv va undan keyin sodir bo'lgan voqealar. Bu shunchaki tanishuv emasdi, bu taqdirning o'yini edi. Sanam. Uning ismi ham, o'zi ham boshqacha edi. O'sha eski uyning devorlari orasida bo'lib o'tgan olovli tun. Uning siri ochilganda men nima his qilganimni bilasizmi? Bu hikoya ehtiros, kutilmagan haqiqat va bir kechalik unutilmas lahzalar haqida. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan hikoyam, ehtimol, ko'pchilik uchun tanish tuyular, lekin undagi burilishlar sizni befarq qoldirmaydi. Agar siz ham hayotiy, samimiy va biroz issiq hikoyalarni yaxshi ko'rsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hamma narsa o'sha kuni 2016 yilning 21 martida boshlandi. Navro'z ayyomi, havo musaffo, atrofda bayramona kayfiyat. Men shahardagi istirohat bog'ida o'zimcha xayol surib aylanib yurardim. Odam ko'p, hamma xursand, juftliklar qo'l ushlashib yurishibdi. Men esa yolg'iz edim. Birdan ko'zim unga tushdi. Sanam. U shunchaki chiroyli emasdi. U boshqacha edi. Qaddi-qomati kelishgan, yuzidagi tabassum quyoshdek porlardi. Uning harakatlarida qandaydir nafosat va o'ziga ishonch bor edi. Ochig'ini aytganda, uni ko'rib ichimda g'alati bir his uyg'ondi. Yuragim tezroq ura boshladi.
Xuddi magnitdek meni o'ziga tortardi. Mana shu qiz bilan tanishmasam bo'lmaydi, dedim o'zimga. Lekin qanday? Nima deyman? Borib salom, go'zal qiz desam oddiy tuyuladi. Hayajondan kaftlarim terlab ketdi. Nihoyat bir fikr keldi. Oddiy, lekin samimiy. Sekin uning yoniga bordim. U o'rindiqda o'tirib telefonga qarab turardi. Yaxshi qiz, kechirasiz, yolg'izmisiz deb so'radim, ovozim biroz titrab. U boshini ko'tarib menga qaradi. Ko'zlari shunday chiroyli ediki. Nimaga so'rayapsiz, dedi u biroz hayron bo'lib, lekin jahl qilmay. Men bor kuchimni yig'ib jilmayishga harakat qildim. To'g'risi, karuselga chiqmoqchi edim, lekin sherigim yo'q. Yolg'iz chiqish zerikarli. Agar qarshi bo'lmasangiz, birga chiqardik. U biroz o'ylanib turdi, keyin labining cheti bilan jilmaydi. Mayli, yuring, dedi. Ichimda bayram bo'lib ketdi. Urra deb baqirgim keldi, lekin o'zimni tutdim. Biz kassa tomon yurdik. Uning yonida yurishning o'zi bir zavq edi. Biz eng baland va tez aylanadigan karuselga chiqdik. Yonma-yon o'tirdik. Xavfsizlik kamarlarini taqdik. Karusel sekin harakatlana boshladi. Men unga qarab qo'yardim. U biroz hayajonlanayotgandek edi. Karusel tezlashdi. Shamol yuzimizga urila boshladi. Bilmayman, qayerdan buncha jur'at paydo bo'ldi, lekin men karuselni boshqaruvchi yigitga ishora qilib, yanada tezroq aylantirishni so'radim. U tushundi shekilli, tezlikni oshirdi. Sanam birdan voy deb yubordi. Uning qo'rquvi va hayajoni aralash ovozi menga yoqimli eshitildi. Karusel eng yuqori nuqtaga yetganda Sanam muvozanatni yo'qotib, beixtiyor menga yopishib oldi. Uning qo'llari mening bilagimni mahkam siqdi, boshi yelkamga tegdi. Oh, bu lahza! Uning yaqinligi, atirining hidi, qo'rquvdan tezlashgan nafasi. Bu juda yoqimli edi. Men uni himoya qilayotgandek his qildim. Men ham sekin qo'limni uning beliga qo'ydim, go'yoki yiqilib ketmasligi uchun. U qarshilik qilmadi. Biz tushganimizda ikkalamizning ham boshimiz aylanardi, lekin yuzimizda tabassum bor edi. Bu kichik sarguzasht bizni yaqinlashtirgandi. Rahmat, dedi u sochlarini to'g'rilab. Qo'rqinchli, lekin maroqli bo'ldi. Men fursatdan foydalanib telefon raqamini so'radim. U ikkilanmay berdi. Biz xayrlashdik, lekin men allaqachon uni yana ko'rishni rejalashtirayotgandim. Uyga keldim, lekin xayolim faqat Sanamda edi. Kech tushini zo'rg'a kutdim. Yuragim dukillab unga qo'ng'iroq qildim. "Alo", dedi uning mayin ovozi. Biz gaplashib ketdik. Bugungi kun taassurotlari o'zimiz haqimizda. Suhbatimiz juda oson va samimiy kechdi. Men unga bog'lanib qolayotganimni his qilardim. 2 kun o'tdi. Men unga tez-tez qo'ng'iroq qiladigan, sims yozadigan bo'ldim. 3-kuni kechqurun yana telefonda gaplashib turganimizda men o'zimni tutolmadim. "Sanam", dedim, ovozim titrab. "Bilaman, balki bu juda tezdir, lekin men seni sevib qoldim shekilli. Seni o'ylamasdan turolmayapman." Telefonda sukunat cho'kdi. Men nafas olishni ham unutib, uning javobini kutardim. Rad etsa nima bo'ladi? Ustimdan kulsachi? "Rostdanmi?" dedi u nihoyat, ovozida hayrat va biroz ishonchsizlik bilan. "Rost", dedim qat'iy. Birinchi ko'rganimdanoq. Yana sukunat. Keyin uning pichirlagan ovozi eshitildi. "Bilasizmi, men ham siz haqingizda ko'p o'yladim. Bu so'zlar men uchun dunyodagi eng chiroyli musiqa edi. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik. Endi uchrashishimiz shart edi." Ertasiga o'sha tanishgan bog'imizda uchrashdik. U keldi. Bugun yanada go'zalroq edi. Oddiy ko'ylakda bo'lsa ham malikadek ko'rinardi. Biz o'rindiqda o'tirdik. Men uning qo'lidan tutdim.
Uning kaftlari yumshoq va issiq edi. Biz bir-birimizning ko'zlarimizga tikilib, sukunatda ham ko'p narsalarni gaplashardik. Mening xayollarim esa allaqachon boshqa joylarda edi. Uning lablari shunday jozibali ediki. "Sanam, jonim", dedim unga yaqinlashib. "Senga bir gapim bor." "Qanaqa gap?" so'radi u, ko'zlari katta-katta bo'lib. Men chuqur nafas oldim. "Bitta o'psam maylimi?" U biroz qizarib ketdi, uyalib yerga qaradi. Keyin sekin boshini ko'tarib ko'zlarimga qaradi va jilmaydi. "Faqat bitta", dedi u sho'xlik bilan. Men uning bu ruxsatini kutib o'tirmadim. Uni bag'rimga bosdim va lablaridan o'pdim. Bu mening hayotimdagi eng shirin bo'sa edi. Uning lablari gilosdek shirin va yumshoq edi. Biz biroz shunday o'tirdik. Keyin Sanam birdan o'rnidan turdi. "Yuring, sizga bir joyni ko'rsataman", dedi u sirli ohangda. "Qayerga?" hayron bo'ldim men. "Yuravering, yaqin", dedi u va qo'limdan tortib yetakladi. Biz bog'ning chekkasiga, odamlar kam yuradigan joyga keldik. U yerda eski, qarovsiz qolgan bir bino bor edi. "Bu yer tinch", dedi Sanam binoga ishora qilib. "Hech kim xalaqit bermaydi." Uning maqsadi nima ekanligini tushuna boshladim va yuragim tez urib ketdi. Bu men kutmagan burilish edi. Biz o'sha eski uyga kirdik. Ichkarisi qorong'u, chang bosgan, lekin bu bizni umuman qiziqtirmasdi. Eshik yopilishi bilan Sanam menga o'girildi va meni mahkam quchoqlab o'pa boshladi. Bu safar u faolroq edi. Uning o'pichlarida chanqoqlik, ehtiros bor edi. Men ham javob qaytardim. Uning bo'yinlaridan o'pdim, sochlarini siladim. Ehtiros olovi bizni qamrab oldi. Biz bir-birimizni yechintira boshladik. Kiyimlar yerga tushdi. Oyning xira nuri derazadan tushib, uning go'zal qomatini yoritardi. U haqiqatan ham mukammal edi. Men uning ko'kraklarini erkalay boshladim. U boshini orqaga tashlab zavqdan ingradi. "Jonim, sizni sevaman", deb pichirlardi u. Men uning tanasining har bir nuqtasini o'pib silab chiqdim. Uning titrayotgan tanasi, tezlashgan nafasi mening ehtirosimni yanada oshirardi. Bir payt men to'xtadim. Vijdonim uyg'ongandek bo'ldi. "Sanam, jonim, men seni qiynab qo'ymaymanmi?" dedim xavotir bilan. "Axir sen hali qiz bolasan-ku." U ko'zlarini ochdi. Uning nigohida qandaydir g'amginlik va qat'iyat bor edi. "Yo'q", dedi u sekin, boshini chayqab. "Men qiz bola emasman." Men qotib qoldim. "Nima?" U ko'zlarini olib qochdi. "Tog'amning o'g'li yoshligimda bo'lib o'tgan", dedi u zo'rg'a. Bu haqiqat meni shok holatiga tushirdi. Lekin ayni paytda uning menga bo'lgan ishonchi va ochiqligi meni unga yanada yaqinlashtirdi. Men uni ayblamadim. Aksincha, uni bag'rimga bosib himoya qilgim keldi. "Tushundim", dedim men uni tinchlantirib. "Endi hech narsadan qo'rqma. Men yoningdaman." Biz davom etdik. Bu safar yanada ehtiyotkorlik va mehr bilan. Bizning tanalarimiz birlashdi. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emas, balki ikki yolg'iz qalbning bir-biriga topgan tasallisi edi. Biz vaqtni unutdik. O'sha eski uy, chang bosgan pol, bularning ahamiyati yo'q edi. Faqat biz bor edik. Bizning ehtirosimiz, bizning hislarimiz. Men unga zavq berishga harakat qildim. Uning har bir ingrashi, har bir harakati menga kuch berardi. Biz bir butunga aylandik. Uning tanasi mening harakatlarimga javob berardi. Biz ehtiros cho'qqisiga birga yetdik. O'sha lahzada dunyo to'xtab qolgandek edi. Birozdan so'ng biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz, lekin baxtli yotardik. "Rahmat", dedi u pichirlab, boshini ko'ksimga qo'yib. "Meni tushunganingiz uchun." Men uning sochlaridan o'pdim. "Men seni sevaman, Sanam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar.
Biz kiyindik va o'sha eski uydan chiqdik. Tashqarida tun cho'kkan, yulduzlar porlardi. Biz qo'l ushlashib uyga qaytdik.